Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Germaniya doiralari 1-oktyabr seshanba kuni bir nafar Xitoy ayolini josuslik gumoni bilan qo'lga olgan. Politico gazetining xabariga qaraganda 38 yoshli Xitoy fuqarosi X Yachi Germaniya va Amerika qatorliq g'arb davlatlarining harbiy Asiya oberti to'g'risidagi sezgir uchurlarni to'plagan ekan. Eksiyachi Germaniyaning sharqidagi Leipzig Halle aerodromidagi bir Asiya obert shirkatida ishlagan bo'lib, u 2023-yil 8-oydan 2024-yil 2-oygacha bo'lgan aralıqda Leipzigdan o'tadigan aeroplan, yuk va yo'lovchilar haqidagi uchurlarni to'plab, Germaniyadagi yana bir Xitoy josus komandori Xjianga yetkazib bergan. Xjian bu yil 4-oyda Xitoyning josuslik organining xodim bo'lish gumoni bilan qo'lga olingan. Germaniya taftish mahkamasining bayonotida deyilishicha, yuqoridagi gumondorlar asosli harbiy mudofaa aslarlarining to'shilishi va Germaniya mudofaa shirkatidagi aloqador kishilarning uchurlarini elishga tirishgan bo'lib, bu gumondorlarning Xitoy istixborot organining odamlari bo'lish ehtimolligi intayin yuqori ekan. Xabarda deyilishicha, bu yil 4-oyda qo'lga olingan Xjian Germaniya parlamentidagi radikal o'ngchi partiya bo'lgan Germaniya uchun yangi tanlash, ya'ni AfD nomli partiya a'zosi Maximilian Krachning ishxonasida yordamchi bo'lib ishlagan. Maximilian Krach Xjianni 2019-yil Yevropa parlamentidagi yordamchisi qilib ishga olgan bo'lib, u shuningdan buyon Yevropa parlamentidagi uchurlarni Xitoy istixborot doiralariga yetkazib kelgan. Bu yil Germaniya taftish doiralari tarafidan Xitoy istixborotiga chetishlik degan gumon bilan bir taraf qilingan 5-vaqa bo'lib hisoblanadi ekan. 27-sentabr kuni Yaponiyaning hokimiyat beshidagi Liberal Demokratlar partiyasining rahbarligiga saylangan va hozirgi bosh vazir Fumio Kishidaning o'rniga bosh vazir bo'lganligi ilgari surilayotgan Shigeru Ishiba Osiyo NATOsining yadro qurollariga erishishini o'ylash zarurligini va Yaponiya Amerika xavfsizlik shartnomasining odatdagi davlatlarga kengaytirilishi kerakligini aytgan. Shigeru Ishibaning Liberal Demokratlar partiyasining rahbarligiga saylangan va vazifasidan ayrilish oldidagi bosh vazir Fumio Kishidaning vazifasini o'tkazib oladi deb qaralayotgan bir paytda bu qarashni o'ttirib qo'yishi diqqat qo'zg'amoqda. Yaponiya xabarlari to'rining 29-sentabr bildirishicha, Shigeru Ishiba yuqori qarashni o'zining 27-sentabr juma kuni Amerikadagi aqllar ombiri Hudson institutining to'rida e'lon qilgan maqolasida o'ttirib qo'ygan. Shigeru Ishiba Yaponiya tashqi siyosatining kelajagi mavzuliq maqolasida G'arbdagi ittifoqdoshlarining Shimoliy Atlantik ahd tashkilotining Osiyo variantini qurib, Xitoyga hayvisini ko'rsatishda intayin muhim ekanligini aytgan. Uning ta'kidlashicha, Rossiya, Shimoliy Koreya va Xitoydan keladigan yadro qurollar tehdidiga taqobil turish uchun Osiyo NATOsi Amerikaning yadro qurollaridan tang bahramon bo'lishi yoki yadro qurollarini bu rayonga kirgizishni alohida o'ylashi kerak ekan. Shigeru Ishiba yana Amerika bilan Yaponiyaning 2-dunyo urushidan keyin imzolagan Amerika-Yaponiya xavfsizlik shartnomasi haqida to'xtalib, mening vazifam Amerika-Yaponiya ittifoqdoshligini, Amerika-Angliya ittifoqdoshligining darajasiga ko'tarishdir degan. Shigeru Ishibaning qayd qilishicha, Yaponiya-Amerika xavfsizlik shartnomasini odatdagi davlatlarga kengaytirishning shart-sharoiti pishib yetilgan ekan. Agar Shigeru Ishiba Fumio Kishidaning o'rniga bosh vazirlik o'rniga chiqsa, u Xitoyning Yaponiyaga qarta harbiy ig'vogarchilik kunsiri kuchaygan, Xitoyda Yaponiya o'shmanligi keng targ'ib qilinib, Yaponiya fuqarolarini o'ltirish voqealari orqa-orqadan yuz berayotgan bir paytda huquq yurgizdi ekan. Amerika Biden hukumati 30-sentabr dushanba kuni Tayvanni 570 million Amerika dollar qiymatidagi harbiy yordam bilan ta'minlaydigan planni e'lon qilgan. Tayvanning harbiy iqtidorini oshirishni maqsad qilgan bu yurishlik yordam plani harbiy ta'lim-tarbiya, tankiga hujumdan mudofialanish qurollari, havo mudofaa sistemasi va uchqisiz aeroplan qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Nikkei Asia gazetining xabar qilishicha, Amerika prezidenti Joe Biden Amerika tashqi ishlar ministrligiga bergan yo'l yo'riqida Davlat mudofaa ministrligini Tayvanni mudofaa buyumlari va mulozimati, harbiy ta'lim-tarbiya va harbiy mashq bilan tarbiyalash xizmatlari uchun 567 million dollar ajratishga buyurgan. Bu buyruq Amerikaning o'z qurol zapasini Tayvanga bevosita avatildiganligidan derak beradigan bo'lib, Amerika bu harakatni Ukrainaning Rossiyaning tajovuzchiligiga qarshi urushida qo'llanib kelmoqda ekan. Amerikadagi Rand tadqiqot markazining Osiyo ishlari tadqiqotchisi Dr. Raymond Kohning aytishicha, bu Tayvanning Xitoyning tahdidiga qarshi mudofaa strategiyasini yo'l qo'yishda intayin muhim bo'lib, u Tayvanning bexatarligini chiqish qilgan ekan. U mundaq deydi: Amerika o'z qonunlariga asosan Tayvanning mudofaa iqtidorini oshirish uchun harbiy yordamni ma'qullagan.
Albatta, bu Xitoyni qattiq norozi qilsa-mu, hozirgi vaziyatda Tayvanning o'zini qo'g'dash iqtidorini oshirish Amerika uchun bekrak muhim o'rinda turadi. Ma'lum bo'lishicha, Amerikaning bu harakati Xitoyning Tayvanga qaratgan tahdidini kuchaytirayotgan va Janubiy dengizdagi harbiy ig'vogarchilikni jiddiylashtirayotgan bir sharoitda Amerikaning Tayvanni qo'g'dash va'dasiga amal qildiganligining namoyandasi deb baholangan. Xitoy Janubiy dengizdagi harbiy faoliyatlarini uzluksiz kengaytayotgan bo'lib, u o'tgan hafta oxirida talash-tortishdagi Skarboro qirg'og'iga yaqin joyda harbiy manevr o'tkazgan. Bu manevr dal yaqinda Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Nyu-Yorkda chaqirilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashining yig'inida Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishib, uningga Xitoyning Janubiy dengizda xatarlik va muqimsizlik keltirib chiqargan harakatlarda bo'layotganligini o'ttirib qo'ygandan keyin yuz bergan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 27-sentabr juma kuni Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan o'tkazgan suhbatida Xitoyning Rossiyaning mudofaa sanoat bazasini qo'llayotganligi haqidagi andishalarini aytgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Blinken shu kuni muxbirlar qilgan so'zida Rossiya import qilayotgan qurol yarog'larining taxminan 70%, mikroelektron mahsulotlarining 90%ning Xitoydan kelganligini aytib, bu Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuzchilik urushini davomlashtirish uchun kerakli boshqariladigan bomba, raketa, bronevik va o'q-dori ishlab chiqarishni amalga oshirishiga yordam beradi degan. Antony Blinken Beijing bir tarafdan tinchlikni xohlaydiganligini, to'qinishning oxirlashishini xohlaydiganligini deydi-yu, ammo yana bir tarafdan o'z shirkatlarining Putinning tajovuzchiligini davomlashtirishiga yordam beradigan harakatlarni qilishiga yo'l qo'ydi deb ko'rsatgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 1-oktyabr kuni Amerikadagi Tashqi ishlar nomli jurnalda Amerikaning yangilanish strategiyasi, yangi dunyodagi rahbarlik o'rnini qayta tiklash mavzuliq maxsus maqola e'lon qilgan bo'lib, u bu maqolasida Xitoy tahdidi haqida to'xtalgan. U maqolasida Xitoy dunyo tartibini o'zgartirish niyati ham iqtidor bo'lgan birdan-bir davlat deb tasvirlagan. U bu maqolasida yana tovandikilarni bayon qilgan. Xalqarada yangi davrni belgilash uchun keskin raqobat ilib berilmoqda. Oz sonli davlatlar, bo'libmi Rossiya, Eron, Shimoliy Koreya va shundaqla Xitoy o'zaro hamkorlashib, xalqaro tuzumning asosiy prinsiplarini o'zgartirishni qaror qildi. Bu mustabid davlatlar o'z davlatining mustabid hukmronligini mustahkamlab, chet ellarda ta'sir doirasini kengaytirishga, zamin majrolarini majburlash yoki zo'rlash orqali hal qilishga, hammadan muhimi Amerikaning qudratining asosi bo'lgan harbiy va texnik afzalligi, pul birligidagi hukmronligi va tangdoshsiz sheriklik va hamkorlik to'rini bichit qilishga urinmoqda. Amerikadagi Xitoy ishlari tadqiqotchisi Dr. Andrew Skorning deyishicha, yuqorqi mustabid davlatlarning hamkorligi paydo qilayotgan tahdidni intayin keskin va jiddiy deb baholagan. U mundaq degan: Shimoliy Atlantik ahd tashkiloti Yaponiya, Koreya, Tayvan va Avstraliyani darhol bu tashkilotga to'liq a'zo sifatida qabul qilishi va bu davlatlarning hammasining mustaqil holda yadro tahdidiga qarshi turish iqtidorini taraqqiy qildirishiga yordam berilishi kerak. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Amerika va uning ittifoqdosh davlatlari yuqorida ism atalgan davlatlarning o'zaro hamkorligini kuchaytirishga alohida diqqat qilayotgan bo'lib, ularning bu navbat BDT'da ilib borgan uchrashishlardagi muhim temalarning biri dal bu o'rtoqlik va u keltirib chiqargan xavfga taqobil turish haqida bo'lgan ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.